Kosmetikalardagi yolg'onlar ikkinchi qism. Mavzu SPF'lar haqida bo'ladi. Birinchisi raqamli marketing, ya'ni SPF 60, 70, 80, 90, 100 plyuslar. SPF'lar maksimum 50 plyus bo'ladi, undan yuqorisi ko'p hollarda marketing. Va kulgili yana bitta narsa, 50 plyus degani bu san 50 yoshdan keyin ishlatasan degani emas. Ikkinchisi chalg'ituvchi marketing, ya'ni SPF apparatlari. Ko'p beauty blogerlar bu narsani bilib yoki bilmasdan olib chiqishyapti. Siz SPF surib, apparatga qaraganingizda yuzingiz qop-qora ko'rinsa, demak sizning SPFingiz yaxshi. Agar yuzingizda hech narsa ko'rinmasa, demak sizning SPFingiz yaxshi emas. Lekin bu xato narsa. SPFlar 3 turga bo'linadi: fizический, химический va gibrid SPFlari. Химический SPF surib, apparatga qaraganingizda qop-qora qilib ko'rsatadi. Gibrid SPF surib, apparatga qaraganingizda och rangda ko'rsatadi. Agar siz fizический SPF ishlatgan bo'lsangiz, apparatda hech narsa ko'rinmaydi. Ularning farqi shundaki, химический SPFlar nurni yutib oladi, shuning uchun qora ko'rinadi. Fizический SPFlar bo'lsa nurni qaytargani uchun apparatda ko'rinmaydi. Uchinchisi, SPF krem oldingmi, gidrofilniy masla ham olishing shart. Bu to'g'ri narsa, lekin har doim emas. Ba'zi SPFlarni tarkibida yog' bo'lmaydi, shuning uchun gidrofilniy maslasiz ham oddiy penkada yuvib tozalasa bo'ladi. Ko'pincha no sebum deb yozgan bo'ladi. Agar tonalniy effekt bermaydigan bo'lsa, uni oddiy penka bilan yuvsa ham ketadi. Tekshirishning yana bitta usuli bor. Oddiy stakanga suv quyasiz, SPFingizni solasiz va aralashtirib ko'rasiz. Agar SPFingiz suvga aralashib erib ketsa, uni penka bilan yuvsangiz ketadi. Agar aralashmasdan cho'kib qoladigan bo'lsa, gidrofilniy masla bilan tozalash kerak. Mana shunday foydali ma'lumotlarni olish uchun meni kuzatishda davom eting.